Assalamu alaykum hürmetlik savoqdoshlar. Tayba darsxonamizga xush keldinglar. Biz bugun fiqh darsimizning 10 darsini o'qiymiz. Biz ilgirki soatlik darsimizda g'uslga aloqador hukmlarni o'qiydik. Endi biz bugun masih qilishga aloqador darslarni o'qiymiz. Biz odatda tahoratga vaqtimizda qish kunlari yoki bir uzrli ko'p vaqtimizda putimizga paypoq yoki masih kiyib, uning ustiga masih qilamiz. Unda bo'lsa qandaq holatda masih qilamiz, shartlari nima, uning muddati qanchalik, bu haqdagi hukmlarni biz bugungi darsimizda o'rganamiz. Unda bo'lsa biz darsimizni boshlaylik. Bismillahirrohmanirrohim. Shurutul mashi. Masih qilishning shartlari. Birinchi sharti masih qilishningki libsihima ba'da ghasl rijlayn. Chuqum biz masih qilmoqchi bo'lgan masini yoki qilin paypoqni ikki putimizni yuvib bo'lgandan keyin kiyish kerak. Bu yerda nima uchun to'liq tahorat bo'lgandan keyin demay, ikki putni yuvib bo'lgandan keyin dedim? Chunki bizning Hanafiy mazhabda butun tahoratni bo'lgandan keyin undan keyin kiyish shart emas. Ya'ni bizning Hanafiy mazhabda tahoratningki tartibi farz emas, sunnat. Ya'ni bir odam 5 ta ikki putni yuvib, undan keyin yuzni 5 masih qilib qo'lni yuvgan bo'lsa-mu, tahorat olgan bo'ladi. Masalan, bir odam oldin ikki putni yuvibdi, undan keyin masni kiyibdi, undan keyin ikki qo'lni, undan keyin yuzni yuvib, undan keyin masih qilgan bo'lsa, tahorat olgan bo'ldi. Bunda holatimi, masalan, masih qilg'ili bo'ladi. Garchi tunji qatim ikki putni yuvgan vaqtida uning tahorati komil, to'liq bo'lmadi. Ammo shunday vaqtda ikki putni yuvib bo'lib kelgan bo'lsa, uning ustiga masih qila oladi. Ya'ni to'liq tahorati tamom bo'lgandan keyin kiyish shart emas. Ammo ikki putni yuvib bo'lgandan keyin kiyish shart. Ikkinchi sharti kavnuhu sabitan satiran tahiran. Ya'ni biz kelmoqchi bo'lgan masining yoki qilin paypoqningki birinchidan sabit bo'lishi. Ya'ni bog'lab qo'ymasaqmi, o'zi tura olishi kerak. Tushib ketadigan bo'lib qolsa bo'lmaydi. Ikkinchidan satir, vushqimizni yo'gaydigan bo'lishi kerak va tirimizni yo'gaydigan, tirimiz kunab qolmaydigan bo'lishi kerak. Uchinchidan tahiran, pokiz bo'lishi kerak. Cho'shqoning tirisi, itning tirisida tikilgan bo'lsa bo'lmaydi. Yana bir sharti, mayli masih bo'lsin yoki paypoq bo'lsin, pochiqimizning, ya'ni putimizning eng kichik 3 barmoqidan cho'ng yirtiq bo'lmasligi kerak. Putimizningki 3 barmoqidan cho'ng darajada yirtiq bo'lmasligi kerak. Bu bir shart. Undan keyin al-jabira. Masalan, biz masih qilgan narsaning bo'ldi. Ba'zida masih bo'ladi, ba'zida paypoq bo'ladi, ba'zida tiniq bo'ladi. Masalan, qo'li sunib ketgan odam qo'lining hammasini tinib o'tadi. Tarat olmoqchi bo'lsa qanday qiladi? Uningga masih qiladi. Shundaqmi? Endi masihga qanchalik darajada masih qiladi? Ya'ni qanchalik darajada bo'lishi kerak bu tiniqningki, o hojat miqdori. Doktorlar qanchalik tiniqishga kerak degan bo'lsa, shunchalik tanamiz. Buningda yirtiq yoki boshqa shartlar qilinmaydi. Ya'ni tahorat ustiga kelgan bo'lish deganga o'xshash shartimiz qilinmaydi. Jarohatning ustini tangan tiniqningki tahorat ustiga kelgan bo'lishi shart emas. Undan keyingi sharti tahorat chuqum suvda ilingan bo'lishi kerak, tuproqda ilingan tayammum bo'lmasligi kerak. Bir odam tayammum qildi, undan keyin o'tkini keydi, endi men bo'shuningga masih qilaman desa bo'lmaydi. Chuqum tahorat suvda olgan bo'lishi kerak. Endi muddati qanchalik bo'ladi degan vaqtimizda masih qilmoqchi bo'lgan, ya'ni masih qilmoqchi bo'lgan o'tkimizning, masimizning yoki paypoqimizning shar'iy muddati tiniq bo'lsa saqaygachilik. Saqaygacha uni qancha qatim tortsaq masih qilsak bo'laveradi. Endi undan boshqa bo'lib qolsa, ya'ni o'tuk yoki masa yoki qilin paypoq bo'lib qolsa, lil muqim odamga yawm va layla. Bir kun va bir kecha. Ya'ni kechasi bilan qo'shib bir kun, 24 soat. Musofirga desa 3 kun, kechasi bilan qo'shib. Endi oxirgi bir sharti masih qilmoqchi bo'lgan narsamizningki imkanu mutabi'atil mashi fiha. Uning bilan mang'ili bo'lash. Mang'ili bo'lash. Ya'ni mang'il olmaydigan narsa bilan
masih qilg'uchi bo'lmaydi. Qanchalik darajada mang'ili bo'lash, bunda har xil o'lchamlar bor. 1800 mil atrofida mang'ili bo'lash deb qaraydiganlarmi bor. Ondan keyin qanchalik yerga masih qilamiz? Ya'ni utkimizning hammasiga masih qilamiz. Qanday masih qilamiz desak, vojib bo'lgan masih qilish miqdori 3 asabi xututan min al-yad ala zahiril khuffayn. Ikki utakning ustiga 3 barmoqimizda siziq shaklda, siziq holatda qana qilamiz? Masih qilamiz. 3 barmoqimizda. Bu eng to'g'ri bo'lgan vojib miqdori. Endi tiniqqacha jami'al jabira. Hamma yerga masih qilamiz tanqiga. O'shanda suv takkuz qo'limizni hul holat takkuzsak bo'ladigan, bizga zaxm yetmaydigan, o'shanda yana hammasi kuchu masih qilsak bo'ladi tiniqninki. Bayatni degandek, tiniqninki tahorat ustiga kelgan bo'lishi shart emas. Endi biz masihning muddatini muqim tugan odam uchun, ya'ni safar qilmagan odam uchun bir kun va bir kecha, ya'ni kecha bilan qo'shib bir kun dedik. Endi bir odam men aytganda qana qildim, masih qildim putamga. Safar qilish niyatim yo'q. Tushda safar qilishni niyat qilib qoldim. Bu vaqtda qanchalik masih qilaman? Men kelgan vaqtimda muqim turma deb masih qilgan desa, buningda biz safar qilgan bo'lsak, amaliyotda 3 kun qana qilamiz, masih qila olamiz. Musofirning hukmiga bo'lamiz. Endi men aytganda o'yin chiqqan vaqtimda safar qilma deb o'yimda masih qildim. 3 kun masih qilsam bo'ladi-ku degan niyatni masih qildim. Ammo tushgan vaqtida ishda o'zgarish yuz berib, men safar qilmaydigan bo'lib qoldim. Bu vaqtda qanchalik masih qilma? Faqat 1 kun va 1 kecha. Yana bir masala. Masih qilishning vaqti qachon boshlanadi? Biz muqim uchun 1 kun kechasidan qo'shab, musofir uchun 3 kun kechasidan qo'shab dedik. Qachondan tortib boshlanadi? Masalan, men aytgan bomdodga namoz o'tirgan vaqtimda tahorat oldim va masamga masih qildim. Soat 11 bo'lgan chaqda tahorat sundirdim. Undan keyin pishimga tahorat elib, putamga masih qildim. Endi masihning boshlanish muddati aytganda kelgan vaqtimdan boshlanamdi yoki soat 11 da tahoratim sim ketgan vaqtim boshlanamdi yoki pishimga tahorat elib tunji masih qilgan vaqtimdan boshlanamdi. Buningda tahoratimiz singan vaqtida boshlanadi. Ya'ni 11 dan tortib ertasi soat 11 gacha qanday qilamiz? Masih qilamiz. Mana bu masihga aloqador bo'lgan hukmlar. Buningki ko'nikmasi berilgan, buni sizlar ishlaysizlar. Birinchisi muddatul mashi alal khuffayn yawm va layla. To'g'rimi xato? Bu kim uchun? Musofirmi, muqimmi, har ikkisi uchunmi? İkincisi tabda muddatul mashi alal khuffayn min ba'dal hadasmi, ba'dal mashimi, ba'dal libsimi. Ya'ni taras bo'lgandan keyin boshlanamdi yoki masih qilgandan keyin boshlanamdi, kelgandan keyin boshlanamdi. Qolganmi shu bo'yicha basanglar bo'ladi. Unda bo'lsa vaqtlar bizning bugungi darsimiz mush yerda oxirlashdi. Kelarki soatlik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور.